Azizlar, bu yilgi Ramazon oyining ro'zasini qachondan boshlanishligi ma'lum qilindi. 19 fevral Ramazon oyining ro'zasining birinchi kuni. Demak, 18 fevral kunidan Xudo xohlasa masjidlarimizda, O'zbekistondagi hamma masjidlarda xatmi Qur'onlar va taroveh namozlari o'qish boshlanadi. Alloh taolo bu Ramazon oyini hammamizga, yurtimizga, xalqimizga, hamma mo'min musulmonlarga, dunyodagi jamiki mo'min musulmonlarga o'zi muborak aylasin. Gunohlarimizni kechirsin, yurtimizni tinch qilsin, xalqimizni bir-biriga muhabbatli qilsin. Taroveh namozida suskashlik qilmaylik, dangasalik qilmaylik. Ayollar uylarda 20 rakat taroveh namozi o'qiydilar. Biz erkaklar esa masjidga, jamoatga chiqib, masjidda imomning orqasida xatmi Qur'onga somiy bo'lamiz. Qorilarning orqasida albatta. Bitta narsani esdan chiqarmang. Bu yilgi Ramazonga yetganlar bor, yetmaganlar bor. G'animat beraylik. Bu kunlar o'tib ketadi. Ayyaman ma'dudat degan Alloh, ma'lum kunlar degan. Alloh taolo hammalarimizni bu yilgi Ramazon oyiga yetkazsin. Kirib kelayotgan Ramazon yana bir bor hammamizga muborak bo'lsin.